Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Tarozi haqida ko'p savollar kelib tushyapti bizga. Tarozini ustaga olib borishadi. Ko'pincha mana bu ariza bilan kelayotgan hozirgi vaqtlarda tarozining batareyasi, akkumulyatori 4 volt, 4,5 amper. Odamlar zaryadchik kuygandan keyin boshqa zaryadchik olishgan. O'ziniki 5 volt, 6 volt bo'ladi. Ular 24 volt, 12 voltlik zaryadchiklarni olib, zaryadkaga qo'yishgan mana buni. Va natijada yaqinlashtiring. Mana bu sxemalar kuygan. Mana bu sxemalar kuygan. Endi buni tuzatish juda ham mushkul bo'ladi. Agar diod kuysa, almashtirsa tuzalib ketadi. Keyin bu sxema kuygandan keyin sxemani komplekt almashtirish kerak bo'ladi. Keyin batareykasi bor buni. Batareykani ham 12 volt qo'ygandan keyin bular o'zidan o'zi ichi qaynab tugaydi. Sof bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha zaryadchik kuydimi, zaryadchik olishga ham bu mutaxassisdan so'rab keyin olinglar. Va ustaga olib borganda ham batareykani almashtirish jarayoni mana o'ziga yozilgan. Ko'rsating. Chislasi 2025-yil misol qaysi oyda eng yaqin chiqqanlardan olib qo'yish kerak bo'ladi buni ham. Rahmat. Hozirgi video shu haqda edi, qisqacha. Salomat bo'ling.